Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaga zarba yo'lladi. O'nlab qurbonlar bor. Bugun kechasi Rossiya hududidan Ukraina hududiga uyushtirilgan keng ko'lamli raketa va dron hujumlari oqibatida kamida 10 kishi halok bo'ldi. Eng ko'p talafot Dnepr va poytaxt Kiyev shaharlarida qayd etilgan. Ukraina rasmiylarining ma'lum qilinishicha, Dneprda 6 kishi, Kiyevda esa 4 kishi vafot etgan. Jarohatlanganlar orasida bolalar ham borligi aytilmoqda. Tungi hujumlar vaqtida turar joy binolari, obyektlar va sanoat hududlari katta zarar ko'rgan. Kiyev shahrida hujumlar oqibatida ko'plab portlashlar eshitilgan. Osmonni tutun qoplagan. Shahar meri Vitaliy Klichko aholiga havo hujumi signallari vaqtida boshpanalarda qolishni qat'iy tavsiya qilgan. Harbiy ma'muriyat vakillari esa Rossiya ballistik raketalar va dronlardan foydalanganini bildirib o'tdi. Favqulodda xizmatlar vayron bo'lgan binolar ostida qolgan fuqarolarni qidirish-qutqarish ishlarini davom ettirmoqda. Ayrim hududlarda elektr ta'minotida uzilishlar ham kuzatilgan. Shuningdek, gaz stansiyasi va qurilish maydonchalari, bir nechta uylar zarar ko'rgan. Xarkov va Zaporojye shaharlarida ham hujumlar qayd etilgan. Xarkovda kamida 10 kishi, jumladan bir bola jarohatlangan. Zaporojyeda esa sanoat obyektiga zarba bergan. Rossiya tomoni esa hujumlarni Ukraina tomonidan amalga oshirilgan avvalgi zarbalarga javob sifatida izohlagan.